bugun bo'sh olamdagi faqat Lucky bloklardan iborat bo'lgan changda ajdarxoni mag'lub etish. Menimcha buni bajarish qanchalik qiyin bo'lganligini aytib o'tirishim shart emas. Ajdarga olib boradigan portal esa to'g'ri oyoqlarimiz ostida. Video sizlar yoqtirgandek juda kulgili va qiziqarli bo'ldi. Shuning uchun ham hoziroq kanalga obuna bo'ling. Axir o'zingizlar ko'rib turibsizlar-ku. Qaranglar, hech narsa qolmagan milliongacha obuna bo'linglar endi. Shuncha vaqtdan so'ng yana mana shu xavfli, qo'rqinchli, dahshatli Lucky bloklar bilan uchrashdik. Nimalar qilyapsan sen axir nega sakrading? Bu Jokerning tuzog'i edi. Ha. Jokerning tuzog'i? Seningcha sen o'zingni tomdan tashlasang, men ham tashlashim kerakmi? Mana nima qilmoqchi edi? Ha, sen yaramas, hali shunday murakkab rejalar tuza olasanmi? Mayli, hech bo'lmasa portal ko'rsaman, Ko'rdinglarmi? Ha. Bo'planib. Xullas, bugun yangi stildaman. Qaroqchi rejim. Umuman olganda bugun dengiz sayohatiga chiqish niyat yo'q edi. Seni xohishlaring bilan seningcha meni ishim bormi? Logikaga bilasanmi nima qilganman? Zo'r ishlar. Yo. Ha, seni omading bilan ko'pga bormasligim aniq edi. Ataylab quvonib. Nega bu Zumrad o'zini qum deb o'ylayapti? Yaxshi bo'ldi, sen birinchi Lucky blogingni sindirding. Endi mening galim keldi. Masalan, men boshlayman. Mana bu Lucky blokda sindirishlar. Qani, ko'rdingmi omad kelishini oltin aslahalar. Voy, sen omad demish. Mana omad senga. Ko'rding? Olmos, yana chicken jockey. Yaxshi, men ham qani bir nechta sindirib ko'r, Raychi, nimalar qilding? Yo'q, faqat richakka bosma. Ha, bosdim. Qishloqning omadini hisobga olsak, men hozir kosmosga uchib ketaman. Wow, omadim keldi. Ko'rding? Yoki bu men ichida bo'lganligim uchun. Qutqar meni, qutqar. Ha, bu Lucky Chunkning eng pastiga tushish oson bo'lmaydi. Aytgancha, menimcha allaqachon sezganingizdek, bu yerda boshqacha Lucky bloklar ham bor, masalan, Nazirniki yoki Olmos desa. Sen u yerda nimani unutding? Yaqindan bilan shu yerda paydo bo'ldim. Sen u yerda hali bo'lmasliging kerak. Yaxshi ortga qaytib o'ylanadi. Men hozir suvda cho'kib bo'lsam kerak. Bu yerda suzishning iloji bormi o'zi? Qanaqa bo'lsangcha chiqa olaman shekilli, yoki suzib bo'lmaydimi ikki blokda? Wow, men udaladim. Menga turibsan? Yo'q, bossa ko'rma. Olmoslar to'kiladi, olmoslar. Negadir ikki marta ketma-ket olmoslar to'kilishiga ishongim kelmayapti. Mana men nima dedim? Qochish kerak, qani. Ko'rding, voqma qilasan. O'lding, bo'ldi. Tirik qoldim. Tirik qolding, parchalanding deb o'ylagandim. Menga qandaydir qilich tushdi, ajoyibga o'xshayapti. Mana ajoyib narsa, qarmoq. Seni mana bu yoqqa tortib, yiqitib o'ldirib kelyapti endi. Negadir bugun odatdagidan ham qonxo'rsan. Hazil-ku. Ana, Arvul ham hazillashga kelyotdi. Nima to'xtatasan? Senga o'xshab parchalagim kelmadi. Gigant zombi. Qochib tur, menda zo'r qilich bor. Hozir men bu zombiga ko'rsatib qo'yaman. Bu yer Sparta yaramas zombi. Nimada? Bu yer Lucky Chuck emasmidi? Hech blok tushsa-da, oldimizdagi Lucky orolchalarga ham borsak bo'lardi. Shoshilmasangchi, boramiz-da. Ayni vaqtida orol hayvonot bog'i bo'lib ketgandi. Endi toza. Nega har bitta Lucky blokda TNT uchib chiqyapti axir? Lucky come on, afsuski menda o'q yo'q. Buncha omadsisan, hali ham blok tushmadimi? Va nihoyat bloklar tushdi. Endi qaysi Lucky orolchaga birinchi borishni o'ylash kerak. Epigiga borish kerak, Epigiga. Tushunarli, unda birinchi bo'lib TNT Lucky orolchasiga boramiz. TNT mana qo'limda ham turibdi-da. Tun tushganiga hamma yerda maxluqlar bosib ketibdi. Yaramaslar, yo'qolsanglarchi. Maxluqlar bilan qiziqdi. TNTli orolda Creeper unchalik ham yaxshi emas, shuning uchun yo'qolsang bo'lardi. Obbo, yaxshi ham Lucky orol portlab ketmadi. Portlasa ham, qo'shni galaktikadan ham ko'rinardi-da o'zi ham. Taxminan milliard yildan keyin ko'rinardi. Birinchisini sindirish vaqti yetib keldi, faqat yaramaslar juda ham sekin sinarkan. TNT olmalar tushib ketdi. Shunday qiziq narsa edi. Shuning uchun pachoqlanmasdan o'rtadan kovladi. TNT olma, endi granata. Umuman olganda Lucky TNTlardan yana nima ham kutish mumkin? Qani portlatib ko'raylikchi. Ajoyib. Ajdarni bombillatardik. Magma tushdi qanaqadir. Qishloqqa menimcha bizga kirqa kerak. Bu bloklar juda ham sekin sinyapti. Aytma, qiziq narsa ekan deb shunaqa sekin sinadimi? Oddiy Lucky bloklardan kirqa olishga harakat qilish kerak. Redstone'dan aslaha. Xo'sh, endi o'zingni energiya chiqaryapsanmi? Granata. Ajdarni portlatishga olib qo'y. Yaxshi, burchakka qo'yib qo'yaman. Yana bitta Lucky blokmi? TNT Lucky blokdan Redstone Lucky blok tushdi. Ajoyib. Qiliching bormi? Yo'y mana buni. Turasan. Arzirli hech narsa tushmadi. Hammayli oyoq kiyimlar senga. Menga nezeritidan tushdi. Yana menda sovun surtib ketilgan bolta ham bor. Nima yo'qasan? Agar o'lib qolsam o'ldiraman. So'rasang oltin olma berardim. Oltin olmay bor bermaysanmi? Yovuz qotil. Menga qandaydir tumor qo'shdi. Bu tumor menga sekin qulash effektini beryapti. Epic-ku menga ham yo'qmi? Yo'q, men bu tumorni ishlatib portalning oldiga tushmoqchiman. Kalla ishlamaydi-da. Meni gapimga kir, tashlama o'zingni ikkita kallam bor meni axir. Bunda qanday ma'no bor? Agar ikkalasi ham
bo'sh bo'lsa. Lekin rostdan ham hozir portalni o'ziga tushishdan ma'no yo'q. Baribir menda ko'zlar bo'lmasa portalni aktivlashtira olmayman. Nima bo'lganda ham manzilga yetib keldik, muhimi ilinish yaxshi. Mana portal, lekin u hali bo'sh. Bizga 12 ta ko'z kerak bo'ladi.